Saida Mirziyoyeva Urgutga yangi temir yo'l vokzali orqali bordi. Bu yo'l Urgutda erkin iqtisodiy zona shakllanishi, tadbirkorlar, yo'lovchilar uchun masofa va xarajatlarni qisqartirishga xizmat qiladigan muhim infratuzilma bo'ladi. Shuningdek, O'zbekiston-Tojikiston chegarasida savdo, logistika va tibbiyot markazlarini tashkil etish loyihasi bilan tanishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi logistika markazi kuniga 100 tagacha yuk avtomobiliga xizmat ko'rsatishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, diagnostika markazida 200 nafar bemor, savdo markazida esa 800 nafar tadbirkor uchun sharoitlar yaratilgan. Bu orqali Tojikiston fuqarolari ham pasport nazorati, ortiqcha hujjat va navbatlarsiz savdo qilishlari, tibbiy xizmatlardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Urgutning suv ta'minoti tizimidagi asosiy muammo, suv bilan barqaror ta'minlanmagan minglab gektar yerlar hamda eskirgan nasos stansiyalar sabab. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Urgutning suv ta'minoti tizimidagi asosiy muammolarni o'rgandi. Suv bilan barqaror ta'minlanmagan minglab gektar yerlar hamda eskirgan nasos stansiyalar sabab yuqori suv yo'qotishlari yuzaga kelmoqda. Ayrim hududlarda suv tanqisligi hosildorlikni pasaytirib, eksport salohiyatini ham cheklab qo'yayotgan ekan. Yangi loyihalar doirasida ushbu muammolar tizimli hal etiladi va 10 ming gektardan ortiq yer maydoni barqaror sug'orishga o'tkaziladi. Keyingi tashrif Urgutning chekka qishloqlaridan biridagi Navoiy poliklinikasida bo'ldi. 1972-yilda qurilgan bino kapital ta'mirga, yangi standartlarga va tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga muhtoj ekan. Oldimizda diagnostika va davolash standartlarini takomillashtirish, kadrlar tayyorlash vazifalari turibdi. Mutaxassislar bilan birgalikda viloyat sog'lig'ini saqlash tizimini rivojlantirish bo'yicha yangi master rejani batafsil ko'rib chiqdik, deb yozadi Saida Mirziyoyeva o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.